Subhanakalloh va bihamdikani tekshirib bering. Yo'q, xato. To'g'risi subhanakallohumma va bihamdik. Yo'q, davomini ham o'qib bering unda. Va tabarakasmu va ta'ala jadduk. Yo'q, bunda juda ham ko'p xato bor-ku. To'g'risi va tabarakasmuk va ta'ala jadduk. Ha, yo'q, va la ilaha g'oyruk. Oxirida ham xato bor. Va la ilaha g'oyruk. Qarang, shuncha xato bor ekan. Buni qanaqa to'g'irlasam bo'ladi? Bularni to'g'irlashda eng oson yo'li ko'proq eshitib o'rganish kerak bo'ladi. Sizga oddiy savol. Masalan, erkaklar ko'pincha Fotiha suralari yoki boshqa sura, kichik suralarni to'g'ri o'qishadi. Nimaga desangiz, chunki ular ko'proq shom, xufton yoki tarovih namozlarida masjidda o'qishadi va masjidda ko'proq eshitib o'rganishadi va talaffuzligi arab tilini bilishmasa ham yaxshiroq bo'lib ketadi. Ha, shunaqa. Ko'proq shu sano duosini YouTubedan o'sha arabcha o'qilinganini eshitsangiz, ancha to'g'rilab ketasiz. Bo'ldi, inshaalloh. Agar xohlasangiz, biz bilan ham Qur'on yoki arab tilini o'rganishingiz mumkin. Buning uchun izohlarda Qur'on so'zini yozib qoldiring. Inshaalloh birgalikda Qur'on o'qishni boshlaymiz.